Savol nima uchun yosh oilalar orasida ajrimlar ko'payib ketadi oxirgi paytlar? Ikkita oila rosa harakat qiladi, lekin bir yilga qolmasdan ajrashib ketyapti. Nima sabablari buni? Sababi ko'p. Lekin bittasini aytmoqchiman, hayolim kelgani. Ijtimoiy tarmoqlardagi dabdabali hayotni reklama qilish. Instagram. Yani turli xil juftliklarni chet el yurishib, o'zlarini ko'z qilishi, eng qimmat joylarda rosa bir dahshatli tadbirlar uyushtirib, o'zini juda baxtli qilib ko'rsatishlar. Hammasi kontent uchun qilinadigan narsalar bular. Psixologlar luxury jurnallar, ya'ni dabdaba jurnallarni o'qimaslik yoki shunaqa sahifalar doimiy ravishda ko'rmaslik tavsiya qilishadi. Nimaga? Bularni ko'rishlik insonda depressiyaga olib keladi. O'zingiz hozirgi holatingiz bilan uni eng pik holatini taqqoslab boshlaysiz. Masalan, bir milliarder $200 million yaxtasida butun oilasiga ziyofat qilib berdi Dubayda. Shuncha pul sarfladi. Ya'ni uni ko'rasiz, o'zingizni hozirgi holatingizni taqqoslaysiz, insonda o'ziga nisbatan ishonch tushib ketadi. Depressiya boshlanadi va taqqoslash boshlanadi. Alloh taolo bergan ne'matlarga noshukrlik boshlanadi. Va hozir yaxshi qilib turgan harakati ham to'xtab qoladi. Siz qayerdan bilasiz, u odam siz yoshingizda hech narsaga erishmagandir. Sizni hayotingiz oldindagi hali uni yoshi ehtimol undan ham o'tib ketasiz. Alloh taolo bergan taqsimotga rozi bo'lishni o'zi baxt hisoblanadi. Tushunasizmi? Ya'ni juda ko'p o'zini ko'z qilgan juftliklar o'zi hayotdan o'ziga yoki oldiga yaqindan tanib borsangiz, ular ko'rsatilganichalik baxtli emas. Ko'p ayollar har xil qilayotganini eshitib qolamiz yaqinlarimizdan. Ya'ni menga kam e'tibor beryapsiz. Ya'ni Instagramda reelslar tomosha qilib olib, romantika o'zi aslida bunaqa bo'lar ekan deb chet el olib yurmaysizmi meni ham, menga hammani oldida gul sovg'a qiling, hammani oldida qo'limni o'pib tiz cho'king, bir narsa degan narsa. Erkak kishi bunga yarashmaydigan qiliqlar taklif qiladi va mana shu narsani romantika deb o'ylaydi. Bu o'zini asli bir haqiqiy suyanchig'i bo'lgan insonni oddiy bir lattaga aylantirib qo'yishni xohlaydi. Ongsiz ravishda xohlaydi ayollar. Tushunasizmi? Ya'ni e'tiborni shu tariqa jalb qilmoqchi bo'ladi. O'zi haqiqiy romantika nima o'zi? Juftliklar bor, birlashish uchun kurashadi. Juftliklar bor, kurash uchun birlashadi. Salohiddin Ayyubiy Hazratni ota-onasini bir-birini topishligi voqeasi bor. Ya'ni dadasiga aytishadiki, falon qizni nima uchun rad qilding? Juda ham bir oqila, taqvoli qiz edi-ku, ilmlik deganda aytadiki, u qiz aytganingizdek taqvolik, oqila ekan, lekin himmati past ekan. Men bir shunday qizga uylanish xohlaymanki, u menga bir farzand tug'ib bersa, biz uni sher qilib tarbiyalasak va u katta bo'lib Quddusni egallasa deydi. Keyin unaqa qizni qayerdan topasan? Oradan vaqtlar o'tadi va bir shaharga bir ulug' shayxni ziyoratiga borib qolganda nogahon bir suhbatni eshitib qoladi. Ya'ni to'siq bu yoqda bir qiz turibdiki, shayx so'raydi, "Men falon shogirdimni nimaga rad qilding? Juda ham ilmli, taqvoli yigit edi" desa, u yigitni himmati past ekan. Men shunday bir insonga eran deb o'zini nafsini yenggan, aniq hayotda bir maqsadi bor insonlar aytadi, eranlar deb. Haqiqiy inson shunaqa bo'ladi. Bir shunday insonga tegish xohlaymanki, undan bir farzand ko'rsam, uni bir sher qilib tarbiya qilsak va u katta bo'lib Quddus egallasa. Bu xuddi tillatanga topgandek xursand bo'lib ketadi. Darrov keyin shayxni oldiga kelib, nikohiga olishlikni izhor qiladi, sovchi qo'yishadi, to'y bo'ladi va bular keyinchalik farzand ko'rishadi. Farzandini ismini Salohiddin qo'yishadi. Salohiddin katta bo'lib, yosh bolacha ko'chada o'ynab yurgan payt dadasi ishdan qaytib kelayotganda shomga yaqin qaraydiki, bolasi ko'chada o'ynab yuribdi. Shundoq ushlab yoqasidan ko'tarib, "Ey Salohiddin, biz seni onang bilan ko'chada bolalar bilan o'ynab yurishing uchun tug'ib katta qilmayapmiz. Sen buyuk ishlarni qilishing kerak." Otvoradi. Bu shundoq yiqilib tushadi-da, ustlarini qoqayotganda og'ridimi deydi. Ya'ni tushgandagi zarbdan og'riq bo'ladi. Ha, unda nimaga yig'lamading? Aytadiki, buyuk ishlarni qiladigan inson yig'lamaydi deydi. Tushunasizmi? Himmati buyuk odamlardan buyuk insonlar tug'iladi. Salohiddin Ayyubiy insoniyat tarixida juda katta ishlar qilgan odamlardan biri. Himmati bor, himmati zo'r odamlardan himmati zo'rlar tug'iladi. Alloh taolo shunaqa himmati baland, insoniyat taqdirini yaxshi tomonga o'zgartira oladigan
biz O'zbekistonimizni, bayrog'imizni yana baland ko'tara oladigan, ilmda, iqtisodiy jihatdan ham, ijtimoiy jihatdan ham har taraflama bizni yurtimizni rivojlantiradigan buyuk zotlarni, allomalarni tug'adigan qizu o'g'illarni, ya'ni kelin kuyovlarni ko'paytirsin yurtimizda. Va ijtimoiy tarmoqda kuni bilan Instagramda turli xil dabdabali hayotni tomosha qiladiganlarga alohida aytadigan gapim, avvalo o'zimga va boshqalar narsa tavsiya qilamanki, inson boshqa birovni ayoliga yoki boshqa birovni eriga ko'p nazar tashlashi bilan o'zini turmush o'rtog'i uni hayotda jozibasini yo'qotib boshlaydi. Turli xil nizolar, turli xil oilaviy janjallarning asosiy sababi erini yo xotinni kimlar bilandir taqqoslashdan boshlanadi. Shuning uchun birovni tom orqasiga ko'z olaytirmasdan Alloh sizga bergan taqsimotdan rozi bo'ling va birlashish emas, asosiy maqsad kurashish bo'lsin. Qo'lni qo'lga mahkam berib, eng go'zal maskanlar uchun, eng go'zal maqsadlar uchun intilishni hammaga tavsiya qilamiz. Rahmat.